Barchaga salom. Qizlar, men yana E'zoza va sizlar bilan bugun o'zimga hayitli sovg'asi olganligimni ko'rsatmoqchiman. Buni Qashqadaryodan olib keldim. Hayitga bilasizlar, men har doim deyarli hech qachon o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Shunaqa ekan, o'zimga hayitli sovg'asi oldim. Buni sizlar bilan ochib ko'rmoqchiman. Bu kichkinagina hayitli sovg'asi. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Bu yonadigan stakanchik. Xo'p, mana bu ranglar turibdi. Mana shu uchalasidan bittasi chiqadi, xullas. Rasam chiroyli ko'ringanligi uchun ko'zimga oldim. Buni suv solsa ichiga yonadi. Suv ichib bo'lganingizdan keyin yana sveti o'chadi deyishdi. Hozir sizlar bilan buni birgalikda ochib ko'ramiz. Buni men Qashqadaryodan olib keldim. Xo'p. Mana. Vav. Xuddi mana shunga o'xshaydimi qizlar? Mana shunday o'xshaydimi yo o'xshamaydimi? Lekin juda ham chiroyli ekan. Bunaqa bo'rtib chiqqan baliqchaliklari juda ham chiroyli. Xarid qilishga arziydi, lekin plastmassa ekan. Shunisi bor ekan. Endi ichiga suv solib ko'ramiz, qani yonar ekan. Vav, yondi. Tagida batareykasi ham bor ekan. Yonmay qolsa suv solsangiz, batareykasini alishtirsangiz, yana yonib ketaverar ekan. Juda ham chiroyli qizlar, qaranglar. Menga juda ham yoqdi bu stakanchik. Juda ham chiroyli. Lekin suv ichsa o'chib qolar ekan. Bu menimcha sizlarga yaxshi ko'rinmayapti. Nimaga? Yorug'-ku, kunduzi-ku hali. O'zimga quyosh tushyapti. Xo'p, mana kechqurun bu juda ham chiroyli yonadi menimcha. Svetni o'chirganim bilan, shundoq ham svet o'chirilgan. Lekin chiroyli ekan, menga yoqdi. Sizlarga yoqdimi? Kommentariyada qoldiringlar. Hozircha xayrlashamiz. Barchaga xayr, kuninglar xayrli o'tsin.